Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun quyosh panellari o'rnatishda davom etyapmiz. Akamiz xonadoniga kelganmiz. Bu yerda 10 kilovatli Longi Xayme X10 panellaridan o'rnatilyapti. 2 qator bo'lyapti. Metallari qalin, yaxshi sifatli betonlar 70 cm yerga kirgan. 2 satildan 11 kilolik 2 satildan sement kirgan. Shitlar yig'ilish jarayoni ketyapti. 15 kilovatli DIA inverterini o'rnatyapmiz. Mana bunday kabellar hammasi sifatli DIA inverteri. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Hali bitishini ham video qilamiz. Общий xarajat 29 million so'm bo'ldi, usta haqqisidan tashqari.